Namangan shahar sport maktabida qo'l jangi bo'yicha kichik o'smirlar o'rtasida viloyat chempionati musobaqalari o'tkazildi. Unda 130 nafardan ziyod sportchi ishtirok etdi. Hozirgi lavha shu haqda. Qo'l jangi bo'yicha viloyat chempionati musobaqasiga barcha shahar va tumanlardan jamoalar ishtirok etdi. Sportchilar musobaqa davomida bor mahoratlarini ishga soldilar. Yuqori jangovar ruh va irodalarni namoyish etdilar. Har bir bellashuv qizg'in va murosasiz kechdi. Ular albatta chempionlik uchun astoydil kurash olib borishdi. Men qo'l jangi sport turi bilan 4 yildan beri qatnashaman. Ko'plab musobaqalarda yuqori o'rinlarni olganman. Musobaqada birinchi o'rinni olishga erishdim va respublikada yo'llanmani qo'lga kiritdim. Namangan viloyati sharafini himoya qilaman. Ushbu musobaqada faxrli birinchi o'rinni egalladim. Meni kelajakdagi orzuyim O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarish. Men ushbu sport turi bilan 5 yildan beri shug'ullanib kelmoqdaman. Men O'zbekiston Kubogi va O'zbekiston chempionati musobaqalarida qatnashib faxrli o'rinlarni egallaganman va Osiyo chempionatiga yo'llanma olganman. Mening maqsadim Andijon viloyatida bo'lib o'tadigan musobaqada Namangan viloyatining sharafini ko'klarga ko'tarish. Joriy yilning 9-11 aprel kunlari Andijonda o'tkaziladigan O'zbekiston chempionati oldidan saralash bosqichi vazifasini o'tagan mazkur turnirda eng iqtidorli va irodali yosh sportchilar g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Mana bugun Namangan viloyatida sportning qo'l jangi turi bo'yicha viloyat birinchiligi bo'lyapti. Bu viloyat birinchiligidan maqsad aprel oyida 8-11 aprel oyida Andijon shahrida O'zbekiston chempionati bo'ladi. Ushbu musobaqaga saralash vazifasini bajaryapti. Musobaqada 1-, 2-, 3-chi o'rinni olgan sportchilar yo'llanmani qo'lga kiritadi. Hozirda bu sport turida musobaqamizda 150 nafardan ko'proq sportchi qatnashyapti. G'olib sovrindorlari saralab olib, terma jamoaga shakllantirib, o'quv yig'in mashg'ulotlari olib boriladi. O'quv yig'in mashg'ulotlarida bosh murabbiylarimiz ko'rsatmalar berib, O'zbekiston chempionatiga yaxshi tayyorlashadi. Chempionat g'olib va sovrindorlari medal, diplom hamda sovg'alar bilan taqdirlandilar. Endi ular O'zbekiston chempionatida viloyatimiz sharafini himoya qiladilar. Mazkur chempionat yosh sportchilarga nafaqat tajriba almashish, balki o'z mahoratlarini yanada oshirish va kelajakda nufuzli musobaqalarda muvaffaqiyat qozonish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.